Agar sizda ham o't qopingizda muammo bo'ladigan bo'lsa, ya'ni hazm qilishda muammolar paydo bo'ladigan bo'lsa, ko'p gaz hosil bo'lishi, ovqat to'liq hazm bo'lmasligi va ertalab turgan paytda og'izda qandaydir noxush ta'm bo'lishi va og'izda qaraydigan bo'lsa, til ustida qandaydir oq parda qoplangan bo'lsa, bu holat o't qopi bilan bog'liq bo'lgan muammolardan biri hisoblanadi va aynan shu muammodan keyin haqiqiy va jiddiy muammolar kelib chiqishi mumkin. Bugun o't qopidagi muammolarni to'liq bartaraf etish haqida to'liq gaplashib o'tamiz. Asosiy mavzuga o'tishdan oldin o't qopi o'zi nima va o't qopini funksiyasi haqida aniq bilib olishimiz kerak. O't qopi bu rezervuar hisoblanadi. Ya'ni o't suyuqligi tayyor hosil bo'lgan, jigardan hosil bo'ladigan o't suyuqligini to'planish joyi hisoblanadi. Bu o't yo'llarida o'rtada paydo bo'lgan hosil hisoblanadi va aynan shu o't qopi ovqatdan keyin qisqaruvchanligi natijasida o'zini ichkarisida hosil bo'lgan, ya'ni o'zini ichkarisida to'planib qolgan o't suyuqligini tashqariga, ya'ni 12 barmoq ichakka to'planishi uchun, o'sha ovqat bilan kelgan oziq moddalarni to'liq hazm qilishi uchun kerak bo'ladigan asosiy organdan biri hisoblanadi. Aytib o'tganimizdek, o't suyuqligi bu jigarda hosil bo'ladi. Agar o't qopi olinib tashlangan bo'lsa ham, operatsiya qilingan bo'lsa, misol uchun xolestektomiya operatsiyasi o'tkazilgan bo'lsa, o't suyuqligi baribir jigarda hosil bo'laveradi. Lekin bitta farq bo'ladi, o't qopida emas, bu safar o't yo'llarida faqat to'g'ridan-to'g'ri jigardan o't yo'llari orqali 12 barmoq ichakka o't suyuqligi o'tadi. Umumiy qilib oladigan bo'lsak, o't suyuqligini asosiy vazifasi bu hazm sistemasi hisoblanadi. Agar siz iste'mol qilib boradigan mahsulotlar tarkibida ko'proq yog'li mahsulotlar va kletchatkaga boy bo'lgan mahsulotlar bo'ladigan bo'lsa, bu oziq moddalar oshqozondan keyin 12 barmoq ichakka o'tadigan paytda 12 barmoq ichakka o'tgan vaqtni o'zida bu o't suyuqligi o'zidan o'zi qisqarish boshlanadi. Ushbu oziq moddalar 12 barmoq ichakka tushgandan keyin o't qopi qisqargandan keyin o't suyuqligi 12 barmoq ichakka o'tadi. Va o'sha tayyor yog'lar va kletchatkaga boy bo'lgan mahsulotlarni organizmga to'liq hazm bo'lishi uchun yordam berish maqsadida o't suyuqligi o'sha oziq moddalar bilan qo'shilishni boshlaydi. Va emulgatsiya jarayoni vujudga keladi. Emulgatsiya degani bu yog'larni sekin-astalik bilan parchalanishi va hazmga to'g'ri tayyorlab berish jarayoni hisoblanadi. Va aynan shuning natijasida organizmga kerak bo'ladigan oziq moddalar bu to'liq organizmga so'rilishni boshlaydi. Agar o't qopi olinadigan bo'lsa, o't qopi qisqaruvchanligi va umuman o't qopi umuman bo'lmaydi. Bu esa to'g'ridan-to'g'ri xalidoq orqali o't yo'llariga to'g'ridan-to'g'ri o't suyuqligining tushishiga sodir bo'ladigan jarayon hisoblanadi. Agar o't qopi bo'lsa-yu, lekin o't qopi o'zini funksiyasini to'liq bajarib bermaydigan bo'lsa, bu holat keyinchalik o't qopida toshi hosil bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Toshlar hosil bo'lishiga sabab bo'luvchi asosiy faktor bu gipomotorniy diskineziya jelishного puzыря. Ya'ni o't qopi diskineziyasi vujudga kelgan holatda o't qopi ovqatdan keyin to'liq qisqarmaydi. Va bu esa keyinchalik o't qopida dimlanish jarayonini vujudga keltirishga sabab bo'ladi. O't qopida dimlanish jarayonlari uzoq muddat davom etishi natijasida o'sha o't qopi tarkibiga kiruvchi kristalloidlar, kalsiylar bo'lishi mumkin yoki xolesterinlar bo'lishi mumkin yoki bilirubinlar hammasi bir-biri bilan birlashib keyinchalik toshlar hosil qilishiga sabab bo'lishi mumkin. O't qopida aytib o'tganimizdek 3 xil tosh bo'ladi. Bu 3 xil toshni ham o'zgarishi funksiyasi mavjud va aynan shu 3 xil toshdan kelib chiqqan holatda o't qopidagi toshni eritish imkoni bormi yoki yo'qmi? Bu haqida bir aniq ma'lumot olish mumkin bo'ladi. O't qopidagi toshni qanday qilib aniqlash mumkin tarkibini deydigan savol juda ham ko'p bo'ladi. Bundan oldingi videoda ham bu haqida ma'lumot berib o'tganman, hozir ham qaytib o'tishim mumkin. O't qopidagi toshni aniq qilish maqsadida bemor qorin bo'shlig'i MCKT tekshiruvidan o'tkaziladi va qorin bo'shlig'idagi o't qopini tarkibi aniq qilib ko'riladi. Bu Hansfield shkalasi bo'yicha aniq bo'ladi va bemordagi o'sha o't qopidagi tosh tarkibi aniq bo'lgandan keyin bemor xolesterinli yoki bilirubinli yoki kalsiyli toshligi aniq qilib ko'riladi. O't qopidagi toshni hajmi ham juda ham muhim ahamiyatga ega. Agar hajm 1-2 sm dan yuqori bo'ladigan bo'lsa va tosh tarkibi kalsiy va bilirubindan tashkil topgan bo'lsa, bu toshni eritish imkoni mavjud emas. Bu toshlar erimaydigan toshlar hisoblanadi va bu toshlar juda ham qattiq tosh hisoblanadi.
Kalsiyli toshlar buni oddiy misol qilib, o'sha ko'chada yotgan shag'al toshiga misol qilib keltirsak bo'ladi. Bu xuddi shunday qattiqlikka ega bo'lgan tosh hisoblanadi. Lekin bilirubinli toshlar bu kalsiyli toshga qaraganda yumshoqroq bo'ladi, lekin bu toshni eritish imkoniyati mavjud emas. Xolesterinli tosh bo'ladigan bo'lsa va tosh tarkibi 1-2 santimetrdan past bo'ladigan bo'lsa, 0,6 santimetr yoki 0,8 santimetr bo'ladigan bo'lsa va endi hosil bo'lgan tosh bo'ladigan bo'lsa, bu toshni eritish, ya'ni preparatlar yordamida eritish imkoni mavjud. Bu haqida biz Telegram kanalda juda ham ko'p ma'lumotlar berib qoldirganmiz. O't qopini saqlab qolgan holatda o't qopidagi toshlarni eritish mumkinligi haqida biz har oyda sog'lomlashtirish marafoni o'tkazib boramiz. Bu sog'lomlashtirish marafoni nafaqat o't qopidagi muammolar, balki bundan tashqari yuqori qon bosimi, yuqori xolesterin miqdori, ortiqcha vazn, semizlik, shunga o'xshash muammolar bilan bog'liq bo'lgan muammolarda ham bu sog'lomlashtirish marafoni foyda keltiradigan marafonlardan biri hisoblanadi. Marafon haqida to'liq ma'lumotni siz Telegram kanalda olishingiz mumkin. Telegram kanal ссылкасini videosida belgilab qo'ydim. Bu joylarda eshitgan bo'lishingiz mumkin. Agar o't qopida tosh bo'ladigan bo'lsa, qanaqa tosh bo'lishidan qat'iy nazar o't qopini olib tashlash kerak degan savollar va vrachlar tomonidan berilgan rekomendatsiyalar, tavsiyalarni eshitishingiz mumkin. Bu holat har doim ham to'g'ri bo'lavermaydi. Chunki o't qopi bu butunlay organ hisoblanadi. Agar siz butun organni yo'qotadigan bo'lsangiz, bu keyinchalik hayotni umrining oxirigacha qandaydir asoratlar bilan yashashga majbur bo'ladigan holatlardan biri hisoblanadi. Lekin haqiqatdan ham o't qopida tosh hosil bo'lib, o'tkir muammolarga sabab bo'lgan bo'lsa va bu holatni bartaraf etish maqsadida o't qopi olinadigan bo'lsa, bu holat o't qopi olinishi mumkin yoki mumkin emasligi haqida ma'lumotni aniq qilib belgilab olish kerak. Qachon o't qopi olinadi? Birinchi navbatda o't qopi olinishi uchun kerak bo'ladigan ko'rsatmalarni aniq qilib bilib olish shart. Va bundan tashqari o't qopi olinishi kerak bo'ladigan holatlardan biri bu o'tkir kalkulyoz xolecistit. Ya'ni o't qopidagi tosh yoki o't bo'yniga yoki o't yo'llariga tiqilib qoladigan bo'lsa, birinchi navbatda o't yo'llaridagi toshni to'g'ridan-to'g'ri endoskopik yo'l bilan to'liq bartaraf etish shart bo'ladi, ya'ni olib tashlanadi o't yo'lidagi tosh va keyin esa o't qopi olish amaliyoti o'tkaziladi. Hozirgi paytda har xil operatsiyalar mavjud. Lazerli operatsiyalar bo'lishi mumkin yoki bundan tashqari o't qopi xolestektomiya operativ davo chorasida laparoskopik yo'llar bilan ham hozirgi paytda bu amaliyot o'tkazib boriladi. Yoki bundan tashqari tosh hosil bo'lgungacha bo'lgan vaqtda gipomotor diskineziya, ya'ni o't qopi ishlash funksiyasi susaygan bo'lsa, bemorda qanday belgilar vujudga kelishi mumkin? Bemorda birinchi navbatda hosil bo'ladigan belgilardan biri bu og'izda taxir yoki nordon ta'm hosil bo'lishi. Ertalab turgan paytda ayniqsa bu ta'mlar juda ham kuchli va insonga yoqmaydigan holatlardan biri bo'lib turadi. Ertalab turgan vaqtda og'izni ochib til ustiga qaraydigan bo'lsangiz, oq parda yoki sarg'ish yoki yashil rang tusga kirgan, jigarrang tusga kirgan pardalar hosil bo'ladigan bo'lsa, bu holat ham haqiqatdan ham o't qopida dimlanish jarayoni kechyapti va o't qopi o'zining funksiyasini to'liq bajarib bermayotganligi haqida ma'lumot beradi. Un qo'rg'u ostida og'riqlar paydo bo'lishi, ovqat yegandan keyin har doim zarda bo'lish hissi bilan vujudga keladigan holatlar bo'ladigan bo'lsa, yoki bundan tashqari har doim gaz hosil bo'lishi juda ham ko'p bo'ladigan bo'lsa, ya'ni meteorizm holati vujudga kelgan bo'lsa va bemorning yuzida qo'shimcha husnbuzarlar paydo bo'lgan bo'lsa, bu holat ham xuddi shunday o't qopida muammo borligi haqida ma'lumot beruvchi tushuncha hisoblanadi. Chunki ba'zi insonlarda o't qopida diskineziya holati tosh hisobiga vujudga kelishi mumkin yoki polipoz, ya'ni polip degan tushuncha ham mavjud. Agar o't qopida ko'p miqdorda poliplar, ya'ni sugarlar hosil bo'lgan bo'lsa, bu holat ham xuddi shunday o't qopini o'zining funksiyasini to'liq bajarib bera olmasligiga sabab bo'ladi va bu polipoz jarayoni ham keyinchalik yuzda husnbuzarlar paydo bo'lishiga ham sabab bo'lishi mumkin. Bu holatda o't qopini maksimal ishlash funksiyasini qayta tiklashga harakat qilinadi. Qayta tiklash jarayoni preparatlar yordamida amalga oshiriladi va alohida ovqatlanish tartibi, alohida diyetaga amal qilgan holatda bu holatni to'liq bartaraf etish mumkin bo'ladi. Alohida diyeta deganda bemorga har doim intervalli ovqatlanish tavsiya qilinadi. Bemor agar 5-6 martalab ovqatlanadigan bo'lsa, bemorda har bir ovqatdan keyin o't qopida qanchadir miqdorda qisqarish vujudga keladi. Va o'sha chala qisqargan o't qopi o'zining funksiyasini to'liq bajarib bera olmaydi va bu esa keyinchalik yana dimlanish jarayoni vujudga kelishiga sabab bo'ladi. Aynan shu dimlanish jarayoni bu ko'p mahal ovqatlanish natijasida kelib chiqqan holatlardan biri hisoblanadi.
Agar siz 5-6 mahal ovqatlanishga odatlangan bo'lsangiz, bu odatni to'liq cheklashingizni maslahat bergan bo'lardim. Chunki har bir ovqatlangan paytingizda o'sha sal oldin aytib o'tganimizdek, o't qo'pi o'zining funksiyasini chala bajarishi va o't qo'pi dangasaligiga sabab bo'ladi, gipomotor diskinziya vujudga kelishi ham mumkin bo'ladi. Va bu esa keyinchalik tosh hosil bo'lishiga sabab bo'luvchi asosiy belgilardan biri hisoblanadi. Keyingisi esa ovqatlanishga e'tibor qaratish. Agar siz ovqatlanishingiz ko'proq uglevodlardan tashkil topgan bo'lsa, ya'ni o'sha non yoki shirinliklar bo'ladigan bo'lsa, yoki xamirli ovqatlar bo'ladigan bo'lsa, bu holat o't qo'pini umuman ishlash funksiyasiga ta'sir ko'rsatmaydi. Ya'ni o'sha videoni boshida aytib o'tganimizdek, o't qo'pi qachon ishlaydi? Agar siz ko'proq yog'li va oqsilga boy bo'lgan mahsulotlar va kletchatkaga boy bo'lgan mahsulotlar iste'mol qilib boradigan bo'lsangiz, bu oziq moddalar 12 barmoq chekka tushadigan bo'lsa, avtomatik ravishda signal o't qopini qisqaruvchanligiga buyuradigan holatlardan biri hisoblanadi. Yuqorida sanab o'tilgan mahsulotlar emas, shunchaki uglevodlarni o'zi 12 barmoq chekka tushadigan bo'lsa, bu o't qo'pi umuman qisqarmaydi va o't qo'pi o'zining funksiyasini to'liq bajarib beradi. Bu 12 barmoq chekka tushgan uglevodlar to'g'ridan-to'g'ri ingichka chekka o'tishi va ingichka chekdan hazm sistemasiga o'tishga sabab bo'ladi va o't qo'pi umuman qisqarmaydi. Bunday holat ham xuddi shunday organizmni o'sha o't qo'pini to'liq o'zining funksiyasini to'liq bajarmaganligi va keyinchalik esa boshqa muammolarni ham keltirib chiqarishiga sabab bo'ladi. Aynan shuning uchun ham sizda o't qo'pi gipomotor diskenziyasi vujudga kelgan bo'lsa, siz uglevodlarni to'liq ratsiondan chiqarib tashlang va ratsioningiz ko'proq yog'li, oqsilli va kletchatka, ya'ni salatlar, sabzavotlarga va ko'katlarga boy bo'lgan holatda ovqatlanishga harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Yog'li ovqatlanish o't qo'pida muammosi bor insonlar uchun asosiy eng kerak bo'lgan ovqatlanishdan biri hisoblanadi. Oziq moddalar va intervalli ovqatlanish haqida aytib o'tdim, lekin bundan tashqari o't qo'pi o'zining funksiyasini to'liq bajarib berishi uchun alohida o'simliklardan foydalanish kerak bo'ladi. Hozirgi paytda tabiiy o'simliklardan foydalangan holatda gipomotor diskineziya, ya'ni o't qo'pidagi muammolarni to'liq bartaraf etish imkoniyati mavjud. Qaysi o'simliklar? Bular bor yo'g'i 2 xil o'simlik bo'ladi. Bular rastoropsha va artishok o'simliklari bo'ladi. Aynan shu rastoropsha va artishokdan foydalangan holatda bu holat, ya'ni o'sha o't qo'pidagi qisqaruvchanlikni qayta tiklash imkoniyatiga ega bo'lamiz. Bu esa bizni o'sha keyinchalik o't qo'pi bilan bog'liq bo'lgan muammolarni vujudga kelmasligiga sabab bo'ladi va jigar bilan bog'liq bo'lgan muammolarga ham to'liq bartaraf etishga yordam beradigan holat hisoblanadi. O'simliklar va ovqatlanishdan tashqari alohida preparat yordamida o't qo'pi funksiyasini qanchadir miqdorda qayta tiklash imkoniyati mavjud bo'ladi. Bu preparatning nomi ursa dezoksixoliva kislota yoki boshqacha nomi ursasan. Ursasan forte vaznga qarab belgilanadigan preparatlardan biri hisoblanadi. Ursa dezoksixoliva kislota yoki ursasan bu preparat hozirgi paytda o't qo'pini ishlash funksiyasini qayta tiklash uchun ishlatiladigan asosiy preparatlardan biri hisoblanadi. Hattoki ba'zi hollarda o't qo'pi ishlash funksiyasi to'liq to'xtagan vaqtda ursasan preparatidan foydalangan holatda va boshqa davo choralaridan foydalangan holatda bu ishlash funksiyasini, ya'ni normal holatga to'liq olib o'tgan holatlarimiz ham bo'lgan. Bu haqida ham to'liq ma'lumotlar Telegram kanalida berilgan va bundan tashqari juda ham ko'p eksklyuziv ma'lumotlar va bemorlar bilan ishlagan vaqtimizda qanday yutuqlarga erishganimiz haqida ham Telegram kanalida juda ham ko'p ma'lumotlar berib boriladi. Telegram kanalga o'tib bu haqida ma'lumotlarni to'liq bilib olishingiz mumkin. O't qo'pidagi muammo hozirgi paytda biz yashab turgan hududda 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan insonlarning 90% da mavjud. Chunki agar siz UZI tekshiruvga o'tadigan bo'lsangiz, UZI tekshiruvda o't qo'pini UZI qilib ko'rishgan vaqtda agar sizda xronический xolecystit deb agar diagnoz qo'yilgan bo'lsa, bu surunkali o't qo'pining dimlanishi natijasida kelib chiqqan yalolanish jarayoni hisoblanadi. Va surunkali dimlanish jarayoni bizning ratsionimizga chambarchas bog'liq jarayon hisoblanadi. Agar siz ratsionga e'tibor qaratmasdan mumkin bo'lmagan mahsulotlarni oziq moddalar bilan birga iste'mol qilib boradigan bo'lsangiz va hech qanday ratsionga o'sha 3 mahalli yoki 2 mahalli ovqatlanishga e'tibor qaratmasdan 5-6 mahal shunchaki perikuslar bilan yuradigan bo'lsangiz, bu holat to'g'ridan-to'g'ri o't qo'pida muammolar keltirib chiqarishga sabab bo'ladi. Bu keyinchalik esa yurak-qon tomir sistemasidagi muammolarga sabab bo'ladi. O't qo'p qayerda turibdi-yu, yurak-qon tomir sistemasi qayerda turibdi? Buni bir-biriga nima bog'liqlik joyi bor deb ko'pchilik savol berib qoldiradi. Buni bir-biriga oxirgi izlanishlar natijasida bog'liqlik jarayonlari juda ham kattaligi aniqlandi. Oxirgi ilmiy ishda shu aniqlandiki, agar o't qo'pida dimlanish jarayoni vujudga keladigan bo'lsa,
Bu holat keyinchalik xolesterin, ya'ni qondagi xolesterin miqdorini oshishiga sabab bo'ladi. Chunki o't suyuqligi tarkibida xolesterin miqdori o'ta yuqori bo'ladi. Xolesterinniy обмен degan narsa aynan shu o't suyuqligi bilan bog'liq jarayon hisoblanadi. Agar jigarda hosil bo'ladigan o't tarkibini olib qaraydigan bo'lsak ham 60% bu ichki xolesterindan hosil bo'lgan jarayon. Bu holat dimlanish jarayoni vujudga keladigan bo'lsa va bu dimlanish jarayoni to'g'ridan-to'g'ri orqaga qaytishi va keyinchalik esa qondagi xolesterin miqdorini oshishiga sabab bo'lishi mumkin. Bu jarayon bir-biriga bog'liqlik jarayoni aynan shu ilmiy ishdan keyin bu holatda to'g'ridan-to'g'ri o't suyuqligi agar yaxshi ishlaydigan bo'lsa, xolesterin miqdori pasayishi ham isbotlangan jarayon bo'lib keldi. Agar xolesterin miqdori yuqori bo'ladigan bo'lsa, bu bemorga nafaqat statin preparatlari yoki omega 3 preparatlari berilishi mumkin. Bu bemorga qo'shimcha tartibda yuqorida sanab o'tilgan ovqatlanish tartibi, ya'ni o'sha mumkin bo'lgan va mumkin bo'lmagan mahsulotlardan kelib chiqqan holatda diyetaga amal qilib borish va 2 yoki 3 mahal ovqatlanishga e'tibor qaratish kerak bo'ladi. Va bundan tashqari qo'shimcha o'simliklardan artishok yoki rastorovsha qo'shimchalari yoki choylari yoki damlamalari iste'mol qilish tavsiya qilinadi. Yoki kerak bo'ladigan bo'lsa, bemorga ursa dezoksixoliyoviy kislota yoki ursasan preparatdan foydalangan holatda bu dimlanish jarayonini biz qayta tiklash imkoniyatiga ega bo'lamiz va xolesterinniy обмен normaga qaytishni boshlaydi. Xolesterinniy обмен normaga qaytgandan keyin yurak-qon tomir sistemasidagi bo'ladigan muammolar, ya'ni yuqori qon bosimi, yuqori xolesterin bilan bog'liq bo'lgan muammolar, qon quyilish jarayonlari ham xuddi shunday normaga qaytishni boshlaydi. Ko'rib turganingizdek, yurak-qon tomir sistemasi to'g'ridan-to'g'ri hazm sistemasi bilan bog'liq jarayon hisoblanadi. Aynan shuning uchun ham faqat yurak-qon tomir sistemasi, ya'ni kardiologiyaga bog'liq bo'lgan muammolarni preparatlar yordamida davolash bu har doim ham to'g'ri bo'lavermaydi. Aksincha, asosiy o'sha muammoni sababi hazm sistemasidan muammoni bartaraf etadigan bo'lsak, bu holatni yana ham to'g'ri yechgan bo'lamiz va bu esa bizni davo choramizga hamma tomonlama yordam bergan holat hisoblanadi. Bugungi video shulardan iborat edi. Agar sizga video foydali bo'lgan bo'lsa, like qo'yishni unutmang. Savollar bo'ladigan bo'lsa, izohlarda albatta yozib qoldiring. Biz eng ko'p berilgan savoldan kelib chiqqan holatda keyingi videolarni ishlab chiqishga harakat qilamiz. Sog' bo'ling.